buxgalteriya hisobidan bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz buxgalteriya hisobida hisob varaqlar va ularni turkumlanishi. Buxgalteriya bilasizlar, 3 ga bo'linadi. Bank buxgalteriyasi, tijorat korxonalari buxgalteriyasi, yetishli tashkilotlari, muassasalari buxgalteriyasi. Biz ana shu buxgalteriya hisoblarini hisob rejasi va turkumlanishi bilan tanishamiz. Demak, hisoblar hozir aytdik, biz farqini bilib bank hisoblari, tijorat korxonalari buxgalteriyasi hisobi va yetishli tashkilotlar. Yetishli tashkilotlari buxgalteriya hisobi bu. Buni yozishimizdan maqsad mana bu hisoblar har xil turkumlanadi. Ya'ni banklarda 5 tali hisob rejalari, tijoratda 4 tali hisob rejalari, byudjet tashkilotlarida 3 tali hisob rejalari yuritiladi. Bizga eng asosiy keragi bu tijorat korxonalari buxgalteriyasi hisob rejasi bilan tanishib chiqamiz. Tijorat korxonalarida 99 ta shot bor. Ya'ni hisoblar. Hozir buxgalteriya rivojlanib ketganligi uchun buxgalteriya programmalari ajnes dasturlariga kiritilib tijorat korxonalarida yuritilayotgani uchun hammasi rus programmasida narsa qilinyapti. Shuning uchun hisoblar shotlarda yuritiladi. Ahamiyat beramiz shunga. Demak, 99 ta shotimiz qanday turkumlanadi? Birinchisi qanaqa edi? Kim aytadi? Aktiv aktivlari, demak, aktiv hisoblar. Aktiv hisoblar necha shotdan nechinchi shotga bo'lishi mumkin? 0001 dan 90gacha. 0000dan 1990gacha. Bular aktivlar deb yuritiladi. Keyingisi passivlar. Passiv shotlarimiz 60.00dan 89.90gacha. Va uchinchi shotimiz transit shotlari. Demak, aktiv hisoblarni undan oldin bilaylik, shotlar ikki tomonlama bo'ladi. Demak, hisoblar debit tomoni, kredit tomoni va chiqim tomoni, kredit tomoni bo'ladi. Aktiv shotlarda qaysi tomon ko'payardi? Debit tomon ko'payardi. Passiv shotlarda kredit tomon ko'payadi. Transit shotlarda ko'paymaydi. Ya'ni bular o'tkazib yuboruvchi shotlar. Aktiv bilan passivni bog'lovchi shotlar bo'lgani uchun transit shotlar deyiladi. Ya'ni bu yerda buxgalteriya bo'yicha hozir yana bir tayanch atamani kiritamiz. Shotlar oy boshiga ochilib, oy oxirida yopiladi. Mana shu oy oxirida yopilganda saldo, qoldiq degan tushuncha bor. Saldo, ya'ni qoldiq. Aktiv shotlarda qoldiq qaysi tomonda qolar ekan deymiz? Debit tomonda. Aktivda saldo qoldiq passiv tomonda. Passivda kredit tomonda qoladi. Demak, bu buxgalteriya bo'yicha saldolarni qolishi. Endi